Bunaqada. Ularni olib qaraydi. O'zi ketdilar yaqinda ular. Askentda ham katta qurilish qilyapmiz. Boribsizlar Afzalxon bilan. Bu safar ep chiqaman. Xudo xohlasin. O'zingiz kutib oling bu safar. Men hali bir bola 2 marta bordim. Bundan keyin bo'laman. Endi borasiz Xudo xohlasa. Katta qurilishlar qildi. Devorlar, muzeylar, daryoni bo'ylari hammasi. Daryani yoniga yo'l qilibdilar, katta yo'l, daryani bo'yida. Hokimimiz juda o'shaga e'tibor beryapti. Yo'l Ha, yo'l. kichkinaydi. Ha, katta bo'ldi o'zi. Boshda yuradigan bo'lib. Prezidentimiz pul berganlar katta. Ha. Viloyat hokimimiz e'tibor beryaptilar. Juda katta edi. Qurilish bo'lyapti. 10 ta muzey quryapmiz. Endi Xudo xolasa mana bu yil gul bayramida prezident ham keladilar, Xudo xolasa. Ha, o'sha ochiladi. Xudo xolasa. Xudo qo'yib. Amin. Amin. Amma men o'g'lim onamlarni Alloh xalqlarning yo'llariga yo'llari. Alloh xalqlarning namozini o'qiydigan so'zlarni qilganlarni, bir osh berganlarni, fon olganlarni, u ishiga himmat qilganlarni, u ishiga qarab qo'shini qo'yib, u ishi binoga qarashganlarni, nima niyati bo'lsa Alloh haqqi bilan muhrlar. Allahu Ekber.